Ey suyumlik ayol, siz xushalmi? Siz xushalmi? Xushallik degan nima? Ba'zilarimiz xushallik kalimasini unutib ketayli dedik. Chunki vatansizlik bizni shundoq bir ahvolga qo'ydiki, hammamizning mijoz xuluqi, ish harakati, sargardonchilikda buzilgan psixikimizga o'xshash o'zgarib, atrofimizdan xushallik topolmas, topsaqmi huzurni olmas bo'ldik. Ba'zilarimiz bo'lsa turmush besimining ig'irligidan xushallikni moddiylik deb tushunib oldi. Xushallik bizga bo'libmi mush kunlarda intayin muhim va birdan-bir ruhiy ozuqdir. Shunga atrofimizdagi zarrachilik shaylardan xushallik tepishni, huzur elishni o'rganib olishimiz kerak. Sirtda qattiq yomg'ir yog'ayotganda bulutli havoga qarab ko'nglingiz yerim bo'layotdi. Undaqda darhol o'rningizdan turing. Avval o'zingizga bir stakan qahva damlab, andin bir parcha kitob tanlab, deraza tubida o'ltiringda, derazangizga urilayotgan yomg'ir tomchilari hamrohligida kitob o'qing. Mana bu xushallik. Başqalarning isil uylarda o'ltirib, isil mashinalarni haydab, rohat farog'atda yashayotganini ko'rganingizda, hol kuningizning ularninkidek yaxshi emasligini o'ylab, ko'nglingiz yerim bo'layotdi. Undaqda biz bu ishdanmi xushallik izlaylik. Siz bir axshami hashamatlik bo'lmasimi, oddiy sodda saramjonlashtirilgan va pokiz tozlangan, kishiga huzur bag'ishlaydigan kichik uyingizda o'xshitib suiqash etdingiz. Uy ichini mazali tomoqning hidi qoplagan. Shu asnoda eshik chekildi. Tabassum bilan eshikni ochganingizda, qarshingizda g'arg'an, talg'an, charchagan halol mehnatlik illiq chiroy yo'ldoshingiz. U har qancha ig'ir ishlarni qilib, qanchalik charchagan bo'lsin, hech bir zaman shikoyat qilmagan va illiq tabassumini sizdan ayamaydi. Siz uchun mana buning o'zi xushallik emasmi? Yo'ldishingizga o'xshagan suiqashtdan birchini akirganingizda ishtaha bilan ishkach, ajab o'xshabdi deyishi. Buning o'zi siz uchun xushallik emasmi? Yana boshqa bir kun. Bugun atigandan kechgacha tugumas uy ishlari bilan mashg'ul bo'lib, nihoyat charchadingiz. Harg'inlik va ruhsizlik sizni hayotdan so'yib. Bundaq chaqlarda yuzingizni avval sovuq suv bilan yuvib eting. Andin atigandan beri o'zingiz bir qo'lliq qilgan ishlarga qaytadan nazar selib chiqing. Pokiz yuyilib, ratlik esilgan kiyimlarning mezilik supun purqi uyning ichini bir olgan. Pokiz tozlangan uy parqirab insonga ozodlik tuyg'usi ato qilmoqda. Yuyundirib bo'lib, issiq sutni ichkizib yotqizgan bolalarimiz huzur ichida uxlamoqda. Shundoq. Bu ishlarning hammani siz qildingiz. Siz hammaga yetishardingiz. Siz shundoq kuchli ayol. Siz o'zingizdan faxrlaning. Atrofingizdan huzurlanishni, xushallik tepishni o'rganib oling. Siz Payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi va sallamning jannat onalarning oyog'i ostida deyish orqali sharaflantirgan ashu ona, ashu ayolsiz. Xushal bo'lmaslikqa yana bahonangiz bormi? Xushallik o'zliksiz tinim topmay, harmay talmay qadrdan ona bo'lishdir. Mehribon ayol bo'lishdir xushallik.
aldirashlik ichidagi qisqagina 10 minutda ayolning o'zi haqida o'ylanib olishidir xushallik. Oxirda hammanglarga chin yuragimdan xushallik tilayman. YouTube kanalimizga a'zo bo'lib, har xil mazmunlardan bahra olishni unutib qolmang.